oldimda. Zo'r. Qarang, hozir menga qiziq shaxsiyat va shaxsiy hayot dedim-ku. Sizni qarashlaringiz shaxsiy hayotga. Bir xil bloger deymizmi, influencer deymizmi, farqi yo'q. Oilaviy o'sha derazani orqasini ko'rsata oladigan joylari bor va bo'lib ham ayolini va bundan faxrlanadi. Bilaman, sizni bu qarashlaringiz bu narsaga yo'l qo'ymaydi. O'sha asabiylashyapman savolingdan. Asabiylashyapsiz. O'zi umuman bu narsalarga qanaqa qabul qilish darajasiga kelib qoldik? Oddiy qabul qilyapmiz. Yo'q, men qabul qilmayman. Men haligacha qabul qilmayman. Men ko'rsam qabul qila olmayman. Men ukalarimizga ham aytganman. Bir ikkita bloger ukalarimiz bor. Xafa qilib qo'yaman-da. Voy, xotiningni ko'rsatma deyman. Sani xotiningni men qizg'anyapman deyman. Begona bo'lib turib. Bloger ukalarimiz xotinini ko'rsatadi-da, uni xotinini men qizg'anaman. Nimaga qizg'anaman? Biz o'zbek millatimiz-ku, musulmonlarimiz-ku. U meni как singlim deb qarayman-da. Opamdek qarayman. Tushunsanmi? Yosh katta bo'lsa, opamdek, kichkina bo'lsa, singlimdek qarayman. Qizg'anaman. Men qizg'anayotganimda u nima o'zini xotini qizg'anmaydi deb jahlim chiqib ketadi. Kelinglar shu ishni qilmaylar. Bilmayman. Xarakterim shunaqadir. Yaxshimi yomonmi buni bilmayman. Da, to'g'ri, biz demokratik jamiyatda yashayapmiz. Har xil millat, elat, har xil din vakillari yashaydi. Balkim dini boshqadir. Endi o'zbekchiligimizda rash degan narsa bor-da. Bu faqat islomda emas. O'zbek millatida rash degan narsa bor. U qadimdan rash qilganmiz-da biz. Qanaqa qilib rash qilmaydi ayolim deb jahlim chiqib ketadi. Bir ikkitasiga aytdim, xafa bo'lib qoldi. To'g'ri-chun. Olib chiqmay qo'yaver. Bo'lmasa aktiv ko'tarilmayapti deganlar ham bor-da. To'g'ri, mendan xafa bo'lmaylar. Ukalar hozir ko'ryapti, mendan jahli chiqishi mumkin. Me'yor kerak. Me'yorni qilib qilsa bo'ladi. Joyin bir xillar olib chiqib ko'tini liqillatyapti-da xotini. Asablarim ko'tara olmay qolyapti-da. Eng qizig'i, sen to'g'ri aytyapsan, oddiy hol bo'lib qoldi bu. Unda ko'rayotgan paytda oddiy hol, deb so'kmay ham qo'yyapmiz-da o'sha. Yaxshi deb o'tkazaveryapmiz. Like bosadiganlarni qara ko'pligini. Iminda shunaqa kontentga. Vot, iminda o'sha like bosadiganlar o'shanga roziman degani. Eng qizig'i, bundan andoza olib turib, o'sha xalqimizni ba'zi ichidagi oilalar buzilish darajasiga kelyapti-da. Mana ko'rdingmi? Erkakda ayolni olib chiqyapti. Nimaga meni olib chiqmaysan degan ayollarning isyoni ham bor ichida, lekin. Men bitta yomon gap aytaman-da hozir. Balkim qo'yarsan, qo'ymaysan, o'zing bilasan. Qo'yish kerak bo'lsa, qo'y, qo'ymasang yo'qmi. Ayolimga aytganman erkaklarni miyasini. Endi ro'mol o'rashdan oldin, ro'molga keyin o'ranganda ayolim. His qilishi uchun ro'mol nimaga o'raladi deganimda. Allohning aytgani uchun emas. Erkaklar shunchalik miyasi yomonki, hayotda yaxshi erkak bo'lib ko'rinishi mumkin. Miyasini tushuntirganman, erkaklarning miyasi qanaqa, nimani o'ylashini. Agar u ayol ochiq-sochiq kiyingan bo'lsa, go'zal bo'ladigan bo'lsa, u xayol yomon xayolga boradi. Yaxshi xayol bo'lmaydi. Bu meni gapim emas. Katta-katta ulamolarning ham gapi bor. Agar shunaqa emas, men unaqa emasman desa, u odam yolg'onchi bo'ladi yoki u kasal bo'ladi, yoki xonasa bo'ladi yoki gey bo'ladi u erkak. Har bitta ayol ko'chaga chiqqanda shuni his qilsin-ki, liboy ko'z tushgan erkak u haqda yomon xayolga ketib qoladi. Xayolida xohlagan ishini qiladi. Shu narsaga rozimisan deganimda xotinim qo'rqib ketgan, seskanib ketgan. Erkaklar shunaqami? Afsuski shunaqa xotin. Shu narsani his qilsang, o'zing bilasan bu yog'im degandan keyin sirazu ro'molga kirgan. Yechmaydi. Shunchalik erkaklardan qo'rqib qolganki, erkaklar bor joydan qochadi, bormaydi. Meni ham ko'nglim xotirjamda. Mashina haydaydi, bolalarni bog'cha maktabga olib boradi, tonirovkasi bor, ro'moli bor, onam xizmatini qilib yuraveradi. Meni ham ko'nglim xotirjam. Ishonaman ayolimga. Erkaklar mana shunaqa qarasin va tushuntirsin ayoliga, voy xotin, erkaklarning fikri buzuq ko'pchilikniki. Shuning uchun o'zingga u yoq bu yog'ingga qarab kiyingin. Mana ochig'ini aytaman, biza shaxsiy brend bilan shug'ullanamiz, bitta firmamiz bor. Men o'tda lekin asosiy ishdan chiqib ketib bo'lganman, как dividend olaman, lekin bolalarni o'zligi qilishadi. O'sha yerga ko'p mijozlarimiz ayol psixologlar, ya'ni chiqib ketdi hozir ko'plari. Endi YouTube'imni yurg'izmoqchiman va hokazo va hokazo. Endi biz asosan bozorda unikal taklif berganimiz uchun bizga kelishadi-da. Shunaqangi psixologlar borki, endi psixologlar hammasini yomon demoqchi emasman. O'zi hali unaqa darajali inson emas-da. Suhbatlashganingizda bilasiz-ku.
va mashi ilmi bilan shu bilimi bilan qolgan hamma ayolni zaharlaydi miyasini. Men hayron qolaman, qo'rqib ketaman даже. Как bu insonni shuncha obunachisi bor va shuncha obunachini nima informatsiya beryapti hozir bu ayol? Ayollar rostdan ham emotsionalda. Quloq bilan yaxshi ko'radi deydi-yu, bekorga emas-da. O'shandan ko'p psixolog ayollar foydalanyapti. Ko'p psixolog ayollar o'zi bilmagan holatda ayollarni ko'pini ajrashtirib yuboryapti. O'zingga e'tibor ber, o'zingni qadringni bil. Eram senga qarab yursin, qadam bossin. Mana shu feministlarning gapini gapirishadi. Biz o'zbekmiz-ku. Bizani ota-bobolarimiz, momolarimiz qanaqa qilib yashashgan? Bunaqa bo'lishmagan. 10 ta, 12 talab tug'ib, baxtli, saodatli hayot kechirishgan-ku. Hozir mana ajrimlar ko'p. Bilmayman, balkim to'qchilikka bo'lishi mumkin. Chunki hayotimiz yaxshilanyapti umid. Shu o'rinda bitta narsa aytaman. Ayol kishi любой sharoitga moslasha oladi. Erkak kishi qiyin moslashadi. Ibtidoiy jamoat tuzumida erkak kishi quyonni olib kelgan, hayvonni olib kelgan, xotiniga tashagan, xotini tozalab, pishirib bergan. Noshukrlik bo'lmagan. Hamma o'zining funksiyasini bajargan. Va u oldin ham ayol kishi, hozir ham o'sha ayol kishi. Hech narsa o'zgargani yo'q. Prosta ayol kishi to'qchilikka ham zo'r moslashadi-da. Ya'ni boy erkakni ayoli, o'zi qiyinchilikda birga katta bo'lgan ayoli, yonida turgan ayoli to'qchilik paytida ham zo'r moslashadi to'qchilikka, ya'ni boy hayotga. Sразу boyib ketib qolsa, erkak kishi, ayol kishi уже Louis Vuitton, nima deydi, katta brendlarni internetda zakaz qilishlarini ham o'rganib oladi. Zo'r moslashib oladi. Erkak kishi hali ishi yo'q. Hali eski kiyimlarda yuribdi, biznes ichida yurib pul topyapti, xotin уже aristokrat bo'lib qolgan. Va afsuslar bo'lsinki, ayollarimiz hamma sharoitga moslashib ketishi bu yaxshi, lekin noshukurchilik degan xarakter deymizmi? Uni ham tez o'zlashtirib oladi-da. Tushunasizmi? Mana ko'p ajrimlar boy oilalardan chiqadi. To'qchilikdan. Qiynalgan xotin birgalikda dehqonchilik qilib, bolalarni bir amallab katta qilayotgan ayollar, Alloh rozi bo'lsin. Lekin xuddi shu ayol boylik tegandan keyin o'zgarib qolayotganlar ham bor. Hamma emas. Bu hammaga tegishli emas. Keyin ko'pchilik hozir o'ylashi mumkin, Otabek akamda uyda shunaqa muammo bo'layotgan ekan. Yo'q, men oldindan aytib ketaman. Alloh rozi bo'lsin. Ota-onam xizmatini qiladi, bolalarim xizmatini qiladi. Gapirmaydigan ayollar bo'ladi-yu, problemadan qochadigan ayollar bo'ladi-yu. Men ayolim shunaqa. Lekin atrofimdagi ming kuzatuv ukalarim bor. Ajrim yoqasida bo'lgan ayollar bor. Juda ko'pi noshukur. Juda ko'p. Voy, aytaman. Qiyinchilik paytda, kambag'allik paytingda, nonga zo'rg'a pul topa olmayotgan paytingda yoningda turgan ayolingmi shu deyman. Ha deydi. Nima bo'lyapti desam, noshukurchilik qilyapti. Chet elga olib kelaman, tega mashina olib berib qo'yganman, uydagi sharoitlarni zo'r qilib qo'yganman. Urush janjaldan boshim chiqmaydi. Nima qilyapti desam, qattasan. Nimaga menga kam vaqt e'tibor qani? U qani? Bu qani? Anunda u bor, ne menda yo'q. Uyga kelsa faqat janjal. Oldingi hayoting yaxshi ekan desam, shunaqa bo'lyapti aka deydi. Mana shunaqa joylari bor. Ajrashib ketayotganlar ham bor. O'sha men aytayotgan hozir bir ikkita oilalarda hattoki ajrimga ham qog'oz anaqa topshirilganda. Ko'p ajrashayotganlar to'qchilikdan, qo'rqmasdan aytaman. Statistikani ko'ringlar, to'qchilikdan ajrashyapti. To'g'ri, puldan qiynalayotgan oilalar ham ajrashayotgandir, lekin statistika bo'yicha ular kam. Ularga konkretniy sabab bo'lmasa, masalan, farzandsizlikdan qiynalayotgan bo'lsa, farzand ko'rish uchun boshqa er-xotinlik munosabatini tiklash uchun qilayotgandir. Yoki boshqa, ya'ni faktli sabab. Yo'q, noto'g'ri aytyapman, uka. To'g'ri. To'qchilikdan bo'ldi bunaqa emas. Shu ayollarimiz emotsionalni, любой